Hech sezdinglarmi, hozir hamma narsa cringe. K-pop, o'zbek muzikalarini eshitish cringe. Anime, drama va hozirga kelib даже Marvel ko'rish cringe. No comments for that. Va bilasizmi bunga aynan sabab nima? Shunchaki ba'zi odamlarning fokusi bilan sizni fokusingiz to'g'ri kelmagan. Masalan, men Lana Del Rey'ning muzikasini ko'p vaqt eshita olmayman. Bu hate emas, shunchaki men uni ko'p muzikalarini eshitsam, mentally charchab qolaman. Undan ko'ra men K-pop muzikalarini eshitsam, ko'proq energiya olaman va maza qilaman. Agar bu gapimdan keyin fokusingga ot tepganman deb gapiradigan bo'lsangiz, siz ham aytayotgan odamlardan bittasiz. Va sizdagi odamlarga mana bittagina gapim bor. Bag'ringlarni kengroq qilinglar, please. Siz eshitayotgan muzika sizga hech qanaqa obro' olib kelmaydi. Va xuddi shunaqa boshqalarning fokusini bir tiyinga qimmat deyishingiz ham obro'yingizni shunchaki tushiradi. Avvallari qiziq edi, lekin hozir umuman qiziqmas. Dedimiz bir xilmi yoki yo'qmi? Va boshqalarga ham xuddi shu maslahatni bermoqchiman. Just don't care. Qaytgancha bu 2025-yilda o'rgangan 10-darsim edi. Obuna bo'lib qo'ysanglar xursand bo'lardim. Bye bye.